Burchak darvozadan o'tganimizdan keyin svetoforga yetmasdan toza yo'ldan o'ng qo'limizga burilganimizda Satraton biznes uchun tayyor binamiz bor. Svetoforga yetmasdan o'ng qo'lga, ya'ni to'rtko'l tarafga burilganimizda mana shu zdaniyamiz xudo xohlasa sotuvga qo'yilyapti. Bu zdaniyamiz polniy biznes uchun tayyor. To'g'ri olasizlar, biznesingizni davom ettirib kelsangizlar ham bo'ladi. Bo'lmasa o'zingizning xohlagan biznesingizni qilsangizlar bo'ladi bu yerimizda. Altar plashatkalari zo'r, mashina stoyankalariga yerlari bor. Trassadan mashinalar o'tib turibdi. Reklama qo'ysangizlar ham bo'larga zo'r reklamalarimiz ham ishlaydi xudo xolasa. Endi bu yerimizda manaki o'zingizning sotib olib turib, o'zingizning biznesingizning otini yozdirish uchun moshina qilib tayyor turibdi. To'g'ri, logotiplarimizni, atlarini yozdirsangizlar bo'ladi. Bu yerimizda kichkina do'kon etib arendaga berib qo'ygan ekan, oziq-ovqat do'koni. Bu yerimizda 2 millionga arendaga berib qo'ygan ekan. Endi bu yerimizda mana shu ko'rib turgan moy avtol zapchast do'kon hamma narsasi bilan sotuvga qo'yiladi manaki. Hamma narsasi bilan tashlab ketiladi. Ya'ni shu yerda biznesini davom ettirib ketsangizlar bo'ladi, yo'q bo'lmasa o'zlaringiz xohlagan biznesni davom ettirib ketsangizlar bo'ladi. Patolog hamma narsasini chiroyli etib ishlagan ekan. Yo'lning bo'yinda mana shu oynalarga ham o'zlaringizning logotip oynalarini naklinka qilib qistirsangiz zo'r qatib ketadi. Bu yoqimizda yog'i do'konga chiqadigan eshik. Mana bu yoqimizda manaki chiroyli etib bu yoqimizda временки, ya'ni o'tiradigan yer uzatilgan ekan. Mana shu o'rimizdan bir hol, xolodilniklar hamma narsasi qoladi deb o'tirib bu yoqimizda. Mana bu yoqimizda kuxnya qilib foydalanib o'tirgan. Отопление kotyollardan zo'r etib ishlab qo'ygan ekan. Endi o'zlaringiz o'zingizning ta'bizga qarab ko'raverasiz. Bu yoqimiz tualet hamma narsasini moslab, santexnikalarini qilib banyaga tayyorlagan ekan. Bu yoqimizda kichkina bir xod. Endi ikkinchi etajga chiqib ko'ramiz. Zinalarni ham chiroyli etib quygan ekan bu o'rinda. Usta akalarimizga bir like bosib ketamiz. Mana shunda bo'rimiz ham uqan plashatki, patologlari gipsokartondan, отопление turbolari hammasi, registrlar hamma narsasi qo'yilgan. Bu yoqimiz orqa tarafga qaralgan. Bu yoqimizda 2 xonasi bor manaki. Manaki отопление montajlari. Bu yoqimizda manaki bir xonasi. Yo'limiz manaki xudo xolasa, bu yoqimiz aynalarni reklamani qistarsanizlar, zo'r reklama ketadi bu yerga. Eshiklarni ham e'tibor beramiz. Aybek To'rsizning eshiklari o'xshaydi. Bir like bosib ketamiz. Bu yoqimiz manaki yana bir xonasi gipsokarton bilan oqlab chiroyli etib qo'ygan ekan. Endi bu yoqda ozgina kosmetikasi bor. Mana shu zdaniyamiz xudo xolasa sotuvga qo'yilyapti. Har bir narsaga chiroyli etib montaj qilib, mana shu o'zida o'zingizning dildingizga qarab gastnitsa qilsangiz ham bo'ladi, yo'q tadbirkorlikni davom ettirib, mana shu yerda biznes qilsangiz ham bo'ladi. Yo'lning bo'yinda, trassaning bo'yinda mana shunday do'kon izlaganlarga mana shu videoni yuborib qo'yamiz. Bu yerning narxini botam bo'lsa 630 million so'm aytilyapti. Yandan kelishib qaytib beradigan yeri bor. Hammaga yaxshi kayfiyat, sizlar bilan Mag'it Makler kanali.